Narxi 17.500 dollar O'zbekiston tamojnigacha 2022-yil refrigerator xolodilnikli bo'ladi. Aynan shunaqasidan so'raganlar ko'p bo'lyapti. Har doim ham chiqarmayapti. Koreyani o'zida ham topish ozgincha muammo. Tagonni shu yerda, zavod shu yerda-yu, lekin faqatgina zakazgagina chiqadi. Oddiy bartovoy yoki butkalilar serob tagonni-yu. Refrigerator xolodilnik 2022-yil -25 gacha ham olib tushadi. Bugun bu mashinamizni olib ketgani keldik. Inshaalloh buni ham O'zbekistonga yuklab chiqaramiz va nihoyat bilasizlar, har doim o'zimizda bor narsani bor, yo'q narsani yo'q deb turib ko'rsatamiz. Mana bizga o'tdi. Inshaalloh O'zbekiston yaqinda yuklaymiz bu mashinani. Hop, narxi ham yaxshi ekan. Juda bir 40 mingga borib ketmaydi. 24-25 lar ozgincha balandlik qilyapti Bahromjon deyishyapti. Shuning uchun mana 22 sidan ham tayyor olib kelib qo'ydim. 17.500, rastamoshka 14.500 dan 15.000 atrofida chiqayotgan hozirgi kunda 32.000 atrofida tushar ekan akalar. Holati yaxshi ekan, salonlarni ko'rsating. Rasxod yo'q bu mashinada. Rasxod qilmaysiz, olasiz, minasiz faqat. Balonda holatlari 6 ta balon ham qo'shib oling deyishyapti. Har doim mana balonda rasxod qilmaysiz. Yaxshi holat, balonning holatlari, avariya udari, kraskasi yo'q, bo'tkasining holatlari ham oynaydek holatda turibdi. Ko'rishingiz mumkin mana. 22-yilga 8-oy ekan mashina. Hop, yurgan kilometri 57.600 kilometrda turibdi. Mash probeyda holati, salonning holatlari mana uzoqdan ko'rsataman, ko'rishingiz mumkin. Refini yoqib ishlatib qo'ydim. Eshigini apshipkalari, o'rindiq holatlari juda ham yaxshi holatda ekan mashinamizda. O'rindiq qiziydi. Orqani mana nimasini yoqib qo'ydim, projektorni yoqib qo'ydim. Bokovoy spiral bor. Palasa ushlaydi mashinamiz mana. Hozir yoqib qo'ygandim, -22 gradusgacha olib tushdi, maksimalni -25 gradusgacha olib tushadi. Bu zavodskoy refrigerator kesib, qirqib yoki bir peredelka qilib o'rnatilmagan. Shuning uchun hali roli qiziydigan ba'zi bir funksiyalar olib tashlangan, rasxodini kamroq qilsin degan maqsadda konditsioner pechkasi bor mashinani. Video registrator NX7 originalidan zadnivit kamera bokovoyga o'rnatib qo'yilgan, ko'rib turibsizlar. Holatlari yaxshi. Keyin mana hop, refini mana bitta remini ham qo'shib tayyor ekan, bitta qo'shimcha remini ham bor ekan. Hop, mashinamizda lifti bor ekan akalar, qaranglar. Qimmat. Lifti borligi uchun ham qimmat. Tagida g'ildiraylargacha bor. Original liftdan ekan bu. Endi O'zbekistonda ishlamaydi, uyda buyda deyshadi. Juda ishlaydi. Og'ir yuklarni olib kelasiz, mana shu yerga shunday qo'yasiz. Hozir men o'zim nima ko'rsatib, ishlatib ko'rsatib beraman. Ko'rishingiz mumkin. Bu joyda pulti bor. Buni pultdan boshqarsangiz ham bo'ladi, lekin rushnoy bu yerdan boshqarsangiz ham bo'ladi. Ko'tarib tushirgan holatda. Hozir men pultdan boshqarib ko'rsatib beraman. Tegishiga sirazi ko'tarildi-yu. Mana pulti bo'ladi. Mana o'zim chiqaydi. Mana sirazi ko'taryapti buni. Ko'rishingiz mumkin. Og'ir yuklarni olib kelib, bemalol ko'tarib tushirsanglar bo'ladi mana. Eshigini tagigacha olib kelib beradi. Qaranglar. Eshik tagigacha olib keldi. Mana sal tushirib qo'yaman men, chunki eshigini ochib ko'rsataman hali. Xo'p. Mana shu yerda to'xtaymiz. Yukni olib kelsangiz, bemalol shu yerga qo'yaverasiz ham, uzoqroqdan tepaga ko'tarib, belda ortib o'tirmaysiz-da, oddiy qilib aytganda. Endi bu ham bir qo'shimcha bir funksiya hisoblanadi. Mana tepaga ko'taraman desangiz bunday. O'zini pultlarigacha ham bor. Sal pastga tushirib. Hop, eshigini ochib ko'rsatamiz. Bo'tkasining holatlari yaxshi. 22 gradusga, hozir deyarli 25 gradusgacha ham olib chiqib qo'ygan bo'lsa kerak menimcha. Hop, keling endi, qani bismillah. Bo'tkasining ichini ochib ko'rsatamiz. Sovuq bo'layotgani uchun bir pasta olib tushdi. Bo't nimasi qalindan, eshigi qalindan ko'rsanglar 8 santimetrlik. Bo'tkasining ichlari normalniy, yaxshi ishlab turibdi. Voy, vashim muzlatib qolibdi-yu. Pardalari bor, unaqa darajada urinib ketib olmagan, mana qaranglar. Yonboshlari ham normalniy holatda, parrelari ham oppoq holatda turibdi. Ikkitadan projektori yaxshi, bo'tkasining holatlari keyin hop, bu yerda zadnivit kameralargacha ham bor. Mana keyin o'ziniki holati yaxshi ekan. Bitta chiroyli polirovka qilish kerak mashinaga.
unaqa urinib ketvormagan, holati yaxshi. Ichidan har doim har xil narsa tashigan bo'lishi mumkin, sasigan yoki unaqa hidlar kelmayapti. Ba'zi bir reflarda juda sasib ketadi ichlari. Yonbosh eshiklari mana refini ishlab turgan holati. Motorni ochib ko'rsataman. Har doimgidek reminlarni olib qo'yamiz. Eshigini ochganimga -18 sразу tushirdi, muzlatdi lekin. Hop. Motorni ishlashini anchadan beri ochilmaganga o'xshaydi buni motori ham qani. Bismillah. Oho, mana qaranglar, changi bilan turibdi. Motori o'rindig'i taglarini qaranglar. Yog' sachayotgan unaqa joylari yo'q, chiroyli, mana soat singari ishlab turibdi. Ovozlari ham zo'r. Hop, yotqizib qo'yamiz. Yaxshi ekan mashinaning holati akalar. Nasib bo'lsa tez orada bo'tkasini buzmaymiz. Mana shu holatda yetkazaman. Lifti ham hech qayerga tegilmaydi. 17.500 dollar bilan mana shu holatda yetkazamiz O'zbekistongacha. Aloqaga chiqaverasizlar, rasm videolarini Telegram gruppamizga qo'yib o'taman. Inshaalloh xizmatdamiz akalar.